100 yildan beri uyga qaytmading-a? Sog'inib ketdim. Sen bu yerga qanday kelding? Otamiz seni topishim uchun yubordi. Mana, menga kompasam berdi. Bu sening joylashuvingni aniqlab beradi. Agar sen inson qiyofasiga kira olsang, seni Yuhu saroyiga olib boraman deb, endi men inson qiyofasidaman. Buni yillar davomida har kuni mashq qildim. Hech qachon dangasa bo'lmadim. Sen har doim menga o'rnak bo'lgansan. Yuhu saroyi barcha uchun najotdir. Odamlarni qutqarish uchun dunyo kezaman. Qoyil. Mana, aka, bu yerda nima qilyapsan? Men Bu dengiz yovuzlari seni qo'shnlaringmi? Nega Chentang shahrini qurshab oldinglar? bu qanday tushuntirsam ekan? Ustoz Chentang shahrini himoya qilyapti. Ha? Yovuz kuchlar hujum qildi. Ustoz Shen dengiz qo'shini bilan shaharga yordamga keldi. Men butun shahar nomidan sizga minnatdorchilik bildiraman. Aka, sen juda buyuk ish qilyapsan. Demak, shaharni bosmoqchi bo'lgan yirtqichlar shumi? Ha, Sizlar yovuz qabilalarining obro'sini butkul yerga urdingiz. Sharmandalik. men yaqinda 12 ilohiy oltin izdoshlari qatoriga qo'shildim. Bunga e'tiborni qaratishim kerak. 12 ilohiy oltin izdoshi? Hammasi tugagach sen ham kelasan. Shunday bo'ladimi? Meni harbiy rejamga xalaqit beryapsan. Unda men ketaman. Sen menga yordam berding, ammo bu juda muhim masala. Men hanuz hech kimni qo'yib yubora olmayman. Bu Yaksha, sen uni olib ket. Men senga emas, o'sha yigitga yordam berdim. Yaxshi o'rnak bo'lish insonning butun hayotini o'zgartirishi mumkin.